Xo'p, menimcha rekord qilyapti, ha? Rekord qilyapti. Aha. Demak, boshladik. Demak, hamma narsa tayyor. Biz analizni boshlasak bo'ladi. Xo'p, salgina yaqinlashtirib olsak, text size. Okay. Demak, adapting to the effects of climate change. Bugun ko'radigan tekstimiz climate change ga oid. Bu bilasizlar, writing testida ham ko'p tushadigan, speaking da ham ko'p uchraydigan mavzulardan bittasi. Xo'sh, bugun ko'rib chiqarganmiz qanaqa savol turlari bilan tanishamiz sizlar bilan. Demak, birinchi savol turi matching information savol turi. Xo'p, bizga mana bunaqa ko'rinishda beriladi testda. Demak, mana paragraflar bor. A, B, C, D, E, F, G. E, F shunaqa paragraflar bor va mana bu piece of informationlarni, ya'ni o'sha biza match qilishimiz kerak, qaysi paragrafdan chiqqanligini bizga ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, qaranglar, men bir yo'la tahlil qilayotgan paytimda o'zimni qanaqa qilib ishlashimni ham shunaqa ko'rsatib ketishga harakat qilaman sizlarga. Demak, savolni bu yoqda nimasini o'qib oldik, titleni o'qib oldik, nima haqidagini bilib oldik. Endi bu yoqqa kelib turib savollarni tahlil qilishni boshlasak ham bo'laveradi. Xo'p, how a type of plant, demak, qaranglar. Mana shunaqa savol turlarida sizlar referencingni yaxshi tushunishlaring kerak. Referencing. Demak, referencing. Nima edi referencing desa? Referencing is important, let's say. Referencing nima degani desak, referencing bu qanaqadir misol uchun bizga boshqacha qilib o'girib qo'ygan bo'ladi. Tekstda boshqacha narsa degan bo'ladi. Misol uchun aniq specific qilib berib qo'ygan bo'ladi. Lekin bu yoqda savolda qanaqadir general yoki bo'lmasa o'shani boshqa o'xshash narsasiga o'girib qo'ygan bo'ladi. O'sha narsa referencing bo'ladi. Shu referencing tushunsak, biz topishimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni nimaga refer qilayotgani, type of plant desa, bu yoqda tekst ichida qanaqadir bironta daraxtning nomimi yoki bo'lmasa qanaqadir o'simlikning nomimi o'shani aytib ketish mumkin. Function as a natural protection for coastlines. Ya'ni u plant coastlinelarda bo'lish kerak ekanda, u natural protection vazifasini o'tash kerak ekan. Xo'p, prediction, mana bu ham bitta referencing, ya'ni kimdir prediction qilish kerak. Mana kelajakda mana bunaqa bo'ladi, about how long it could take to stop noticing the effects of climate change. Ya'ni notice qilishga qancha vaqt ketadi effects climate change da effektlarini. Keyingisi reference to the fact that a solution is particularly cost effective. Tak, hozir bo'ldi, muammo yo'q, menimcha davom etib ketaversa bo'ladi. Agar qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, men telefonim orqali o'qib, qarab turaman. Xo'p, reference to the fact that the solution is particularly cost effective. Solution bu cost effective, ya'ni qanaqadir arzon, unaqa ko'p vaqt ketmaydi, ko'p pul ketmaydi degan ma'lumot bo'lishi kerak o'sha tekstimiz ichida. Mention of a technology used to locate areas most in need of intervention. Xo'p, texnologiya haqida gap ketish kerak ekan. Bu locate qilar ekan, arealarni locate qilar ekan, ya'ni intervention degani bu to'xtatish, o'sha borib turib aralashib, o'sha bo'layotgan jarayonda to'xtatish degan ma'noda beradi. Demak, to'rtta ekan matching information savol turimiz. Xo'p, bizga hech qanaqa you may use any letter more than once degan notichasini bermagan ekan. Bu yaxshi. Chunki bitta paragrafdan bitta savolga javob chiqadi degani. Xo'p, keyingi savol turimiz bu menimcha sentence completion bo'lsa kerak, da complete the sentence deb qo'yibdik. Sentence completion. Storm water management program in Miami Beach. Xo'p, bular ketma-ketlikda kelganligi uchun bularni bilan to'liq o'qishim shart emas. Hozir birinchi savolga qarab olsam, o'shani javob berganimdan keyingilarga o'tib ketsam bo'ladi. Keyingisi matched each statement with the correct person deb ekan. Ha, bu endi matching features yoki bo'lmasa men buni matching names deb atayman. Ya'ni bizga qanaqadir writerlarmi yoki bo'lmasa authorlarmi shunga o'xshagan berib qo'ygan, shu ismlarni berib qo'ygan, shuni aytgan gapini biz match qilib chiqishimiz kerak. Bu yoqda men bu gaplarni o'qishim shart emas, shunchaki bu yoqqa ismlarga qarab olsam yetadi boshida, vaqtni yutish uchun. Demak, paragrafni o'qishni boshlaymiz. Xo'p, all around the world nations are already preparing for or adapting to climate change and its impact. Demak, dunyo bo'ylab hamma nationlar o'zi tayyorgarlik ko'rishni boshlabdi ekan, yoki bo'lmasa adapt qilishni boshlayapti ekan climate change va uning ta'sirlariga. Climate change menimcha bilasizlar nimaligini. Hop, even if we stopped CO2 emission tomorrow, demak, agar biz CO2 emissionlarini ertaga to'xtatadigan bo'lsak ham, qaranglar bu yoqda bizga nima ketyapti? Second conditional ketyapti. Ya'ni bu unreal situation. We would continue to see the impact of CO2 already released since industrial times. Yes? Ya'ni o'sha industrial timelardan boshlab release qilingan CO2 larning impactini ko'rishda davom etaveramiz deyapti. With scientists forecasting that global warming would continue for
around 40 years. Ya'ni forecast qilyapti ekan, ya'ni bu bashorat qilayotgan ekan, global warming yana 40 yil davom etadi, davom etgan bo'lardi. Ya'ni ertaga bizni to'xtatgan taqdirimizda ham yana 40 yil biz buni natijalarini, qanaqa impactlarini ko'ramiz degan ma'noda gapiryapti ekan. In the meantime, ice capslar, bular ice'larda xullas kalom, would continue to melt, ya'ni melt qilishda davom etadi, erishda davom etadi, and sea levels rise. Yani sea level'lar o'sishda davom etaverar ekan. Some countries and regions will suffer more extreme impacts from these changes than others. Taqqoslash ketyapti bu yoqda, ba'zi hududlar ko'proq zarar ko'radi. It's in these places that innovation is thriving. Ya'ni aynan shu joylarda innovatsiya hozir juda ham rivojlanib ketayotgan ekan. Xo'p, biz bo'ldi bu paragrafni o'qib bo'ldik, faqat bitta savolga javob topdik biz. Mana bu narsaga javob topdik. Ya'ni forecasting degan narsa qaysi savolga to'g'ri kelyapti, qaysi nimaga so'zga to'g'ri kelyapti? Prediction about how long. How long degani bu 40 yil degan narsaga to'g'ri kelyapti. It take to stop noticing. Yes, demak bizga mana shu joydan, xo'p, mana shu joydan bizga to'g'ri keladi. Demak 15-savolga javob topamiz. Demak A paragrafni belgilab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, Stormwater, Miami Beach bu haqida gapirmadik. Mana Miami Beach keng paragrafda kelar ekan. Qanaqadir hech qanaqa bizga odamlar ham berilmadi. Tushunmadim nima uchun mana ishlamayapti, ishlayapti ekan bu. Xo'p, davom etamiz. Keng paragrafga o'tamiz. In Miami Beach, Florida, USA, demak shu yoqda sea water, dengiz suvi deyapti, isn't just breaching the island city's walls. Ya'ni breaching qanaqadir o'tib ketmayapti degan ma'noda menda kelyapti-da. It's seeping up through the ground. Ya'ni bu seeping up to the ground degani o'sha yerga shimib boryapti, shimib o'tyapti degan ma'noda. Prosta tak ko'tarilmayapti, u yerga ham shimib ketyapti degan ma'noda kelyapti. Men shunaqa kontekstdan chiqaradigan bo'lsak, aniq ma'nosini bilmayman. So the only way to save the city, ya'ni cityni saqlashda bittagina yo'li lift it up above sea level. Ya'ni uni sea leveldan nima qilish kerak ekan? Ko'tarish kerak ekan. Starting in the lowest and the most vulnerable neighborhoods, ya'ni eng shunaqa joylarda boshlab, roads have been raised by as much as 61 centimeters. Ya'ni o'zi yo'llar o'zi allaqachon 61 santimetrga ko'tarilibdi ekan o'zi. The elevation work, ya'ni ko'tarish ishi, elevation degani bu, mana qaranglar, so'zi bilmasanglar, anosdan o'zagidan kelib chiqmam topib olsanglar bo'ladi. Elevator degan narsa bor, bizda elevator bu lift degani. Shu elevation work degani bu yerda ko'tarish ishi degani. Was carried out as part of Miami Beach ambitious but much needed storm water management program. Ya'ni shu program orqali bajarilayotgan ekan. In addition to road adaptations, ya'ni roadlarni adaptation qilishdan tashqari deyapti, city has set up new pumps. Ya'ni pump degani bu onaga suvni tortib oladigan narsalar bor-ku, that can remove up to 75,000 liters of water per minute. Ya'ni minutiga shuncha suv tortib olar ekan. In the face of floods, ya'ni agar mabodo floods bo'lib qolsa, climate mitigation strategies, bunaqa strategiyalar, ya'ni climate mitigate qiladigan, mitigate degani writing testida ham zo'r ishlatsa bo'ladi. O'sha to'xtatish yoki bo'lmasa o'sha nima deydi? Yumshatish degan ma'no bildiradi. Have often been overlooked. Odatda deyapti overlooked qilinadi, ya'ni e'tiborsiz qoldiriladi deyapti ekan. Mana bu Yanira Pineda degan odam, bizda bormi Yanira Pineda degan odam bu yoqda? Bor ekan, Sida bor ekan, qaranglar. Demak, mana shu odam shu gapirish boshladi. A senior sustainability coordinator. Xullas bu kasbi. She knows that they are essential. Ya'ni bu narsalar essential ekan. Ya'ni bu narsalar deb turib, mana mitigation strategiyalar muhim ekan, and the job is far from over. Ya'ni hali job tugagani yo'q demoqchi. We know that in 20, 30, 40 years, ya'ni 20-30 yil, 40 yilda we will need to go back in there, ya'ni qaytib borishimizga to'g'ri keladi and adjust the changing environment. Ya'ni o'sha changing environmentga yana moslashimizga to'g'ri keladi. Mana misol uchun hozir 61 santimetr ko'tarayotgan bo'lsa, 40 yil o'tib, 20 yil o'tib, 30 yil o'tib yana uni ko'tarishimizga to'g'ri keladi degan ma'noda gapiryapti-da bu opa. Tak, xo'p, bo'ldi, bu paragrafni tugatdik. Bizga menimcha katta ehtimol bilan mana bu 18 ga javob chiqadi. Mana bu yoqdanchi birinchi mana buni ko'raylik-da. Type of plant haqida gapirdikmi? Type of plant. Gapirmadik bu haqida. Xo'p. Tak. Prediction bu ketdi o'zi 15-si. Bu paragrafdan chiqdi. Reference to the factor solution is particularly cost effective. Qanaqa cost effectively haqida gapirdikmi? Manimcha unaqa narsa gapirmadik. Much needed storm water management. Yo'q, gapirmadik. A mention of a technology used to locate areas most in need of intervention. Texnologiya haqida, qanaqadir locate qiladigan texnologiya haqida gapirdikmi? Yo'q, bu haqida ham gapirmadik. Demak, bo'ldi, bu savol turidan bizga hech qanaqa worry qiladigan narsamiz yo'q. Storm water management program in Miami has involved the installation of efficient. Xo'p, qaranglar, bu savol turida sizlarga men nima, kelinglar, ana interaction ham qilamiz. Ya'ni interaction qilamiz deganim. Men savolni sizlarga screenshot qilib tashlayman. Xo'p, javobini yozasizlar. Agar mana shu video ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga, mana bu ekran yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, men tashlashim shart emas. Xo'p, men yozaman sizlarga. 18 da javobi nima bo'ladi? 18 da javobi. Qaranglar. 18.
kommentariyaga yozinglar qani 18 javobi nima bo'ladi? Xo'p, men sizlarga yordam beraman. 18 ga bizga qanaqa part of speech kerak? Ya'ni so'z turkumi qanaqa bo'lishi kerak desa, ot bo'lishi kerak. Mana efficient adjective turibdi va u install mana qaranglar. Birinchisi bu part of speech, ya'ni otmi, sifatmi yoki fe'lmi, otligini bildik. Endi qaranglar, meaningga, logicga kiramiz. Ya'ni bu nima deydi? Logik jihatdan ham biz tahlil qilishimiz kerak. U install qilib bo'ladigan narsa bo'lishi kerak. U efficient bo'lishi kerak va install qilib bo'ladigan narsa bo'lishi kerak ekan. Shu paragrafdan chiqish kerak. Mana shu B paragrafdan chiqish kerak. Xo'p, Nasiba yozibdilar. Tak, qolganlar yana kimlar bor bizada? Yozinglar, qanaqa sizlarda qanaqa javoblar bor? Agar ekran yaxshi ko'rinmaydigan bo'lsa, men screenshot qilib tashlayman. Screenshot qilib tashlash kerak bo'lsa tashlayman. Sizlar kommentariyada yozinglar, ko'rinmayapti desanglar, screenshot qilib tashlayman. Okay, screenshot qilib tashlaymiz. Qatdan qiladi buni. Xo'sh. Hozirda screenshot ishlamayapti shekilli. Mana screenshot qilib tashladim. Take your time, guys. Xo'p, bizda turli xil javoblar bor. Xo'p, agar sizlar live streamga hozir kirgan bo'lsanglar, qaranglar, biz 18-savolga javob qidiryapmiz. 18-savolga javob. 18-savolga javob B paragrafdan chiqadi. Xo'p, bo'ladi, yetadi. Demak, yetarli darajada menimcha o'yladinglar. Bo'ldi, endi javobga aytamiz. Xo'p, installation qilsa bo'ladigan, efficient bo'ladigan narsa, bu nima aytildi? O'zi bular involve install qilib bo'libdi ekan u narsani. Nima ekan bular? Xo'p, new pumps. Bizda pump haqida gap ketyapti. Pumps demak katta ehtimol bilan bizda javob pumps javobi bo'ladi. Xo'p, nima uchun endi pumps? Nima uchun boshqa javob bo'lmaydi? Mana misol uchun javoblardan bittasida elevation degan so'z bor ekan. Xo'p, elevation bu ko'tarilish degan ma'noni bildiradi. Elevationni install qilsa bo'ladimi? Efficient elevation. U g'alati, u как будто u elevation degan narsa ma'qumroq narsada. U it's not tangible, all right? Tangible narsa bo'lishi kerak. Ko'zga ko'rinadigan, qo'lga ushlasa bo'ladigan narsa bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi 19-savolni ham tahlil qilib qo'yaylik. Construction of nimadirni construction, ya'ni qurilishi. Qaranglar, 19-savolga javob nimadir qurilishi bo'lishi kerak ekan. Was the first stage of a project to ensure success of mangroves in Indonesia. Biz hali Indoneziya haqida gapirmadik, mana mangroves haqida ham gapirmadik. O'shaning uchun buni biz hozircha tashab ketsak bo'ladi. Lekin biz mana bu yoqda bitta person haqida gapirdik, uni aytgan gap haqida gapirdik. Xo'p, kelaylik endi qidiramiz. Bu yoqda nima degandilar? Bu kishi essential dedi, buni qilishimiz kerak dedi. 20-30 yildan keyin yana qaytib kelamiz, yana bularni change qilishga to'g'ri keladi. Unaqa dedi. Xo'p, it's essential to adopt strategies which involve and help residents of the region, right? Residents of the region adopt strategies. Intervention which reduce heat, right? Reduce heat, yeah, are absolutely vital our survival in this location. More work will need to be done in future decades to deal with the impact of rising water levels. Number of locations requiring action, right, to adapt flooding has grown in recent years. Xo'p, men ataylabdan qaranglar 23, 24, 25, 26-savollarga mana buni o'qidik, mana buni o'qimadik deb aytmadim, chunki bu savolga ham sizlarni javob berishlaringizni xohlayman. Xo'p, demak, qaysi birini o'qidik biz? 23 ta o'qidikmi? Endi men qaysi questionni nimasini yoza olmayman. Tak, men opaning ismlarini yozib qo'yaman. Kim edi opaning ismi? Yanira Pineda deb question qo'yib qo'yaman. Xo'p, qaysi gapga to'g'ri keladi buni aytgan gapi? Ya'ni qaysi questionga to'g'ri keladi? Qaysi questionga javob beradi buni aytgan gapi? 23 ga ham, 24 ga ham, 25 ga ham, 26 ga ham. Xo'p, bizda bitta javob bor. Aha, yana bitta javob bor. Demak, javoblar bir xil chiqyapti.
yana. Keyin bu passage analizimiz oxirida sizlar bilan keyword table ham qilamiz. Sizlarga keyword table qanaqa qilib qilishni o'rgataman. Keyword table qilish juda ham muhim. Xo'p, aktiv qatnashamiz bolalar, aktiv qatnashamiz. Demak, 25 deyapti. Yana. Xo'p, men qaytarib o'taman. Mana bu Yanira Pineda mana bu yoqda gapirgan. Shuni gapi qaysi nimaga to'g'ri keladi? Mana bu savolga to'g'ri keladi. Xo'p, bizda o'zi 4 ta bo'ldi mana javoblar. Hammasida 25. Demak, question number 25 deyishyapti. Demak, qaranglar, kelinglar o'qib ko'ramiz. More work will need to be done. Ya'ni ko'proq ish qilinishi kerak bo'ladi, deyapti. In future decades. Future decades bilan 20, 30, 40 yillarda we will need to go back there and adjust the changing environment. Adjust to the changing environments, deyapti. Demak, impact of rising soil. Demak, to'g'ri. Xo'p, biz 25 ga mana shu opani ismlarini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Demak, 25-savolga javob mana shu yoqdan chiqyapti. Xo'p, bo'ldi. Biz A bilan B paragrafni tugatdik, savollarga javob berdik. Endi davom etamiz. Sea walls, ya'ni sea walls degani bu dengiz nimalari, devorlari, a staple strategy, ya'ni staple degani basic strategy degani bu. For many coastal communities, but on the soft, muddy northern shores of Java, Indonesia, lekin loyli bo'lsa, yumshoq bo'lsa deyapti, bunaqa joylarda they frequently collapse. Bular nima qilar ekan? Collapse qilib ketar ekan, yiqilib ketar ekan. Further exacerbating coastal erosion. Ya'ni bu narsa exacerbate qilib berar ekan. Bu ham mana bu ham zo'r so'z. Ya'ni kuchaytirib yuboradi coastal erosiyani, ya'ni mana yemirilish kuchaytirib yuboradi deyapti. There have been many attempts to restore the island's coastal mangroves. Ya'ni bu coastal mangrovelarni o'stirishga deyapti, juda ham ko'p attemptlar bo'ldi deyapti. Ecosystem of trees, bu treelarning bitta ekosistemasi ekan, shrub bilan tree ekosistemasi ekanki, bu o'sha coastline arealarni defend qilishga yordam berar ekan. Bular trap qilar ekan, sediment, ya'ni sediment degani qoldiqlarni trap, ya'ni o'zida ushlab qolar ekanda, in their net like root system, ya'ni o'sha bilsanglar nimasida, o'sha ildizlarida, elevating the seabed and dampening the energy of waves and tidal currents. Xullas kalom zo'r ish qilar ekan bular. Hammasini birdan tushunishimiz shart emas. But Susanna Toll, xo'p, bu kim endi? Susanna Toll, hamma Aydagi odam ekan. Of the not-for-profit organization Wetlands International say that while hugely popular, the majority of mangrove planting projects fail. Bu kishi aytayaptilarki, bularni ko'p fail qiladi deyapti. So Wetlands International started out with a different approach. Bular different approachda qo'llash boshlabdi ekan. Building semi-permeable dams, ya'ni bular damlar qurishni boshlabdi ekanda, qanaqadir. Bu ham suvga oid qanaqadir inshootda, made from bamboo poles. Mana nimalar quradi-ku, qanaqadir hayvonlar quradi, bunaqa suvlarni to'sib qo'yadigan narsa. Bu bamboo polelardan qurilgan ekan, brushwoodlardan qurilgan ekan. Brush, I guess, yes. To mimic the role of mangrove roots. Ya'ni bu mangrove rootslarni funksiyasini bajarar ekanda, create favorable conditions for mangroves to grow back naturally. Ya'ni buni o'sha mangrovelar naturally o'sishni boshlar ekan bunaqa joylarda. Hope the program has seen moderate success, o'rtacha success ko'ribdi ekan, mainly in areas with less subsidence, right? Unfortunately, traditional infrastructure often single solution focused. Lekin afsuski deyapti, o'sha traditsion infrastrukturalar bular yagona solution sifatida qaraladi deyapti. Buni bu kishi aytgan ekan. For long-term success, ya'ni uzoq success bo'lish uchun, it's critical that we transition towards multifunctional approach. Ya'ni bizga turli xil funksiyali approachlar kerak deyapti ekanda. O'sha qarab yurishimiz kerak. Embed natural process, ya'ni o'zida ham natural processda that engage and benefit communities and local decision maker. Local communitylar va o'sha local decision makerlarni ham nima qiladi deyapti? Benefit qiladi, ham engage qiladi, ham o'ziga tortadi, ham engage qiladigan. Xullas kalam shunaqa ekan. Bizda 3 ta paragraf qoldi. C paragraf tugatdik. Ana endi xo'p. Sizlarda hamma savol ko'rinyaptimi? Qaranglar. Men alohida kattaroq qilib tashlayman bu safar. Tak, mana bu question qismi. Darsimiz yaxshi bo'lyaptimi o'zi? Nima, zerikib qolmayapsizlarmi? Hamma yaxshimi? Uyqusi kelib, nimadir narsa bo'lib. Tak, mana C paragraf qismi. Endi men kommentariyada yozaman. Mana nima yozaman? Post yozaman men bu yoqda. Question belgisini.
Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi savollarga javob bersak bo'ladi mana shu paragrafdan? C paragrafdan qaysi savollarga, mana bu savol turida va bu savol turida qaysi savollarga javob bersak bo'ladi? Sizlarga 3 minut vaqt. Men 3 minut berayotganim sababi, agar iloji bo'lsa, o'sha javoblaringni ham bersanglar bo'ladi. Yozinglar, qaysi savollarga javob bersak bo'ladi? Ekranda ovozimda hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Xo'p, qaranglar, live streamga kimdir yangi kirgan bo'lsa, men eslatib turaman. Hozir biz C paragrafni o'qidik. Mana tepada screenshot qilib tashladim. Undan tepada men savollarning hammasini screenshot qilib tashladim. Shu C paragrafdan qaysi savollarga javob bersak bo'ladi? Shuni qidiryapmiz hozir. Sizlarga endi ozroq kontekst bilan nima qilishinglar uchun, tushunib olishinglar uchun. Qaysi savollarga javob bersak bo'ladi? Qaysi savollarga javob berishimizni bilib olsak, o'zi javoblar o'zidan o'zi kelib chiqaveradi menimcha. Ontor 19:23 deyilibdi. 19:23, 19:16, 19. Okay. Guys, come on, aktiv bo'lamiz. Xo'p, bo'ladi, yetadi menimcha. 3 minutdan oshib ketadigan bo'lsa, endi to'g'risi bizga vaqt yetmay qolishi mumkin. Xo'p, ketdik. Birinchisi, demak 14-savolga javob bersak bo'ladi. How a type of plant function as a natural protection for coastlines. Bizga nima haqida gapiryapti? O'sha mangrovlar haqida gapiryapti. Mana defend qiladi dedik, mana coastal areas by trapping sediment in their net-like root systems dedik. O'shaning uchun javob bizga qaysi paragraf? C paragraf bo'ladi. 14-savolga javob berdik. Bizda you may use any letter more than once degan narsa yo'q, o'shaning uchun yana boshqa savolga qarashimiz shart emas. Xo'p, 19ga javob topdik. 19ga javob topdik. Keldi endi bunisini bizga nimadir construct qiladigan narsa bo'lish kerak ekan. First stage ensure the success of. Nima qurdi u yoqda? Dams qurdi, dams. Ya'ni voy, to'g'risi o'zbekchasi ism kelmayapti, o'sha banaka to'sib turadigan narsada. Xo'p, building semi-permeable dams, right? Started out degani bu first ga to'g'ri keladi. Dams yozib qo'yamiz kelinglar. The construction of, qaranglar, qo'ydim. Grammatik jihatdan to'g'ri keldi, mazmun jihatdan to'g'ri keldi va tekstga taqqosladim. Tekst jihatdan ham to'g'ri keldi. Xo'p, keyingisi 23-savol. It's essential to adopt strategies. Strategies degani bu approach ga to'g'ri keladi. Embed natural process which involve degani engage degan so'zga to'g'ri keladi. And help a benefit ga to'g'ri keladi. Communities bu residents ga to'gri keladi. O'shaning uchun savolga javob Susanna Toll deydi, ismlari. Bo'ldi, mana buni tanladik. Ketdik, davom etamiz. Savollar yo'q-a? Shu paytgacha qanaqadir menimcha hamma aktiv, hamma qatnashib boryapti darsimizga. Yaxshi. D paragraf o'qish boshlaymiz. As the flood waters rose in the rice fields. Bas mana shu joyda 2018-yilda flood waterlar o'sibdi ekan, oshibdi ekan, shu rice fieldlarda, guruch fieldlarida. Four small houses rose with them. 4 ta kichkina houselar ham ular bilan birgalikda oshibdi ekan. Homes in this part of Vietnamning bu qismidagi uylar are traditionally built on stilts. Ya'ni stiltlarda qurilar ekan, but these ones had been built to float. Ya'ni bularni deyapti o'sha float qilishga mo'ljallangan ekan. This ones deb turib, men 4 tani aytyapman menimcha.
The modification change degani were made by Buoyant Foundation project. Buoyant degani bu qalqib yuruvchi, suvda qalqib yuradi, cho'kib ketmaydi. A not-for-profit organization that has been researching and retrofitting amphibious houses. Qarang, amphibious degani suvda suzib yuradiganmi? Endi shunaqa. 2006-yildan beri qurar ekan. When I started this, ya'ni boshlagan paytimda shu odam aytar ekan, climate change was not the tip of everybody's tongue. Ya'ni hammani tilida emas edi deyapti. But this technology is becoming necessary in places that didn't previously need it. Ya'ni bu texnologiya deyapti, muhimlashib boryapti. Oldin kerak bo'lmagan joylarda ham muhimlashib boryapti. It's much cheaper than permanently elevating houses. Ya'ni uylarni elevate qilgandan ko'ra, ya'ni ko'targandan ko'ra arzonroq. Cheaper haqida gapiramiz, yaxshilab e'tibor beringlar. O'sha odam explain qilib berar ekan. About a third of what it would cost to completely replace a building foundation. Ya, 3/1 tashkil qilar ekan. It also avoids the problem of taller houses being at a greater risk from wind damage. Wind damage dan ham qanaqadir avoid qilar ekan, shu muammodan ham avoid qilar ekan. Another plus comes from the fact that amphibious structure can sensitively adapted to meet cultural needs. Cultural needlarni ham aniqlash mumkin, qondirish mumkin ekan. Match the kind of houses that are already common in community. Ya'ni xullas kalom zo'r ekan. Qaysi savolga javob bersak bo'ladi? Voy, mana bizning bitta javobimiz o'chib ketib qolibdimi? Hop. Reference to the fact that solution is particularly cost effective. Mention of technology used to locate areas most in need of intervention. Hop, qaysi birini olsak bo'ladi? 16 ni olsak bo'ladimi, 17 ni olsak bo'ladimi? A reference to the fact that the solution is particularly cost effective. Demak, javobga D paragrafda biz 16-savolga belgilasak bo'ladi. Nimaga? Chunki hop, cost effectiveligi haqida gapirdik, cheap dedik. Cheap deganligimiz o'sha nimaniga to'g'ri keladi? Cost effectivenessga to'gri keladi. Locate areas haqida gapirmadik. Shuning uchun buni ola olmaymiz. Keyingisi 20-savolga. As a response to rising flood waters in the making deal, a non-profit organization has been building house that can candan keyin nima qaysi so'z to'kimi kelish kerak? Verb kelish kerak. Hop, nima qilish mumkin bu uylar? These ones had been built to float. Ya'ni float degan qalqib yurish dedik. O'shaning uchun javobga float so'zini olamiz. Intervention in much reduce heat haqida gapirdikmi? Bu kishi heat haqida gapirdimi? Yo'q. Number of location requiring action to adapt flooding has grown in recent years. Mana oldin kerak bo'lmagan joylarda ham hozir kerak bo'lish boshladi deyapti. O'shaning uchun bunga javobni mana shuni odamni olsak bo'ladi. Elizabeth English degan. Qani Elizabeth English. Bo'ldi, bizda nechta savol qoldi? Chota nimagadir javoblarimiz o'chib ketyaptimi? D. Tak. 1 2 3 4 ta savol qolibdi ekan. Ikkita paragraf qoldi bizda. Hop, rising sea levels in Bangladesh haqida gapirmadik, have made it necessary to introduce various nimadirlar that are suitable for areas of high salt content. Okay, Bangladesh is especially vulnerable degani o'sha juda ham nimasi yo'q. Kuchsiz deganda shunaqa, climate change ga juda ham ta'sirchan. Most of the country is less than a meter above sea level. Просто так 1 metrdan yuqoriroq ekan sea leveldan, and 80% of its land lies on flood plains. Xullas o'sha flood bo'ladigan joylarda tashkil topgan ekan yerlari. Almost 35 million people living on the coastline belt of Bangladesh are currently affected by soil and water salinity. Soil salinity degani bu o'sha sho'rlik. Shu odam aytar ekan. Hop, xullas. Rather than fighting against it, unga qarshi kurashish o'rniga deyapti, one project is helping communities adapt to salt affected soils. Adaptatsiya qilishga yordam berayotgan ekan o'shanaqa soildagi. Cooperation has been working with 10,000 farmers. 10,000 ta farmer bilan birgalikda ishlayotgan ekan. In Bangladesh to start cultivating naturally salt tolerant crops in the region, right? Certain varieties of carrot, potato, shular have been found to be better suited. Ya'ni bular yaxshi moslashar ekan. Salty soil than the rice and wheat dan ko'ra, shu banaki bu o'simliklardan ko'ra. Grown there. Bas bu odam aytar ekanki, results are very visible. Natijalar juda ko'rinar ekan. Comparing a barren plot of land to the beautiful lush green vegetable garden sitting beside it.
in which he and his team have been working with farmers. Farmerlar bilan ishlayotgan since the project began. Farmers trained in saline agriculture have reported increase of 2 to 3 more harvest per year. Plus harvest ham, ya'ni hosil ham o'sib ekan. Heat haqida gapirmadik menimcha, reduce heat haqida. Xo'p, 21 ga javob bersak bo'ladi. Kimam technology to locate the rate in most intervention. Shoq texnologiya haqida gapirdingmi topadigan? Topadi, unaqa qiladi dedik. Xo'p, qoldirib turamiz. Qaytib kelamiz agar. LA haqida gapirmadik. Rising sea levels in Bangladesh have made it necessary to introduce various that are suitable. Various bu menimcha o'simliklar bo'lsa kerak-da. Xo'p, nima? Crops deylik, ya. Salt tolerant degani va suitable for areas of high crops. Crops so'zi menimcha to'g'ri keladi. Various crops that are mana ko'plikda turibdi. Ot so'z hukmi variousdan keyin ot so'z hukmi kelib turibdi. Xo'p, oxirgi paragrafni o'qiymiz. Bizda 3 ta savolga javob kerak. Demak, mana shu odam Los Angelesdan in the United States Chief Sustainability Officer of the City Street Service Department, yes. He leads the Shumash programmani yuritar ekan. Pilot project which include the planting of tree and the installation of cool payment system. Shunaqa sistema bor ekan, designed to help reach the city's goal of bringing down the average temperature by 1.5 degree Celsius. Ular shunchaga tushirishga qaratilgan shunaqa cool payment sistemasini yuritar ekan bu odam. Urban cooling is literally a matter of life and death for future in LA. And a matter of life and death degani hayot mamot masalasi deganda, qaranglar, chiroyli. Urbanni cooling qilish, ya'ni shaharda sovutish degan narsa. Shu aytar ekan. Using geographic information system data mapping tool, shu mapping tooldan foydalangan holda program identified streets, ya'ni ko'chalarni aniqlar ekan, with low tree canopy cover in 3 of city's neighborhoods, and they covered them with light gray, light reflecting coating, which had already been shown to lower road surface temperature in Los Angeles by 6 degrees Celsius. Spot says one of these streets in the Venetka neighborhood of Shushu Valley, right, can now be seen as a pale crescent, the only cool spot on an otherwise red thermal image from xullas bo'lib tugadi. Demak, kelil birinchidan osondan boshlaymiz. Menga ham javob chiqdi, demak mention of technology. Technology bu o'sha cooling system va mapping dedi-ku, mapping identify qiladi streetlarni dedi. O'shaning uchun bu oxirgi paragraf bo'ladi. Hop, ketdi bu savollarga javob topdik biz. A project in LA has increased the number of on the city streets. Kelinglar, mana shu 22 ga menga javob yordam berib olinglar. Menimcha savoli tepada bor. Sizlarga o'sha paragrafni screenshot qilib tashlab yuboraman. Shu yerdamisizlar o'zi? Tak, menga nechinchi savolga javob kerak? 22-savolga javob kerak. Guys, come on. ga javob. Xo'p. Qaranglar, the number of dan keyin ko'plikda ot kerak, bilasizlar? The number of dan keyin ko'plikdagi ot kerak. Shuni unutmanglar. Bu writing task onda ham o'tamiz. Writing task onda ham bilasizlar. The number of people, number of tourists, number of, I don't know. Okay, plural, something plural. Xo'sh. Qaranglar, Logitskiga ham qaranglar-da. Sizlar misol uchun grammatika to'g'ri keldi degani bo'ldi, o'sha javob bo'ladi degani emas. Sizlar kriteriyam bitta bandiga javob bergan bo'lishlaring mumkin. Misol uchun deylik, a project in LA has increased the number of nimadir in the city street. U narsani ko'plikda bo'lishi kerak va ko'chada ko'rishlaring mumkin bo'lishi kerak-da. Shahar ko'chalaridagi nimadir narsani sonini ko'paytiribdi ekan. Shunga, mana misol uchun deylik, temperatures degan bo'lsa, temperaturelarni sonini ko'paytiradi desak, g'alatiroq bo'ladi. Yoki bo'lsa project desak, projectlarni sonini ko'paytiradi desak ham nisbatan g'alatiroq. Shuning uchun javob bizda qaysi?
Neighborlarni sonini ko'paytiradi desa bo'ladimi? Yo'q, javob trees, guys. Treeslarni sonini ko'paytiradi. Xo'p, qani qayerda topamiz buni? Planting trees, installation, how tree bring average, blah 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 blah. Yes, manimcha include, yes. And a project include planting trees. Planting bo'lgandan keyin ko'paytiradi sonni. Xo'p, sustainable cities, tree developments. Literally a matter of life using a geometrical mapping tool program identifies streets with tree, low tree canopy. Ya'ni tree kam bo'lgan joylarni topar ekan. The line, blah 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 blah, had already shown the lower surface spot says one of the streets. Neighborhoods can now be seen a pale crescent, the only spot. Xullas, bitta to'g'ri keladigan javob bu yoqda trees so'zi, ya'ni planting trees. Shuning uchun javob trees degan so'zni qo'ysak bo'ladi. Qolgan javoblar logistik jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. Xo'p, va oxirgi savolimiz 24-savol. 24-savolga javob bitta odam gapiradi o'zi bu yoqda, Greg Spots degan odam gapiradi. Xo'p, endi qaranglar, match o'zimiz make sure qilish uchun, ya'ni ishonch hosil qilish uchun match qilib qo'yamiz. Bu mana literally a matter of life and death degani bu survival. Vital degani bu shu matter of deganga to'g'ri keladi bu. Masalan, siz juda ham kerak degan ma'noda kelyapti-ku, bormi yoki o'sha so'z o'zi? Misol uchun essential, birma shunga o'xshagan so'z. Voy, bizda internetda muammo. Come on guys. Xo'p, menimcha ozroqgina internetda uzilish bo'ldi. Endi navbat tekshirishga bizda 4 minut vaqt qoldi. Analiz qilib shuncha ishladik. Kelinglar endi tekshiramiz. Mana hamma savollarga javob berdik. Hamma javoblarimiz turibdi. Bitta qarab chiqishimiz ham mumkin. 15 ga A paragraf dedik. Type of plant ga C paragraf. Mana bu qaysi edi? Mana mangroves haqida gapirdik-ku bu yoqda. Menimcha to'g'ri reference to solution particular cost effective ga cheap dedik. Menimcha to'g'ri, hammasi to'g'ri. Kelib tekshirib ko'ramiz. Demak, 13 tadan 13 ta javoblarni ham ko'ramiz mana. O'zi hammasi to'g'ri bo'lsa, menimcha javoblarni ko'rsatmasa kerak. Xo'p, bo'ldi. Endi kelinglar buni tahlil qilamiz. Tahlil qatdan qilamiz tahlilni. Mana preview qismiga kiramiz. Endi hammasi to'g'ri bo'ldi-ku, tahlil shartmi endi? Nima deydi, vaqtimizni ketkazib tahlil qilyapmizmi degan argument bo'lishi mumkin. Xo'p, qaranglar. Bu juda ham zo'r narsa. Keyword table degan narsa bor, bilasizlar? Keyword table. Insert qanaqa qilib nima tuzsak bo'ladi? Nima deydi? Bu anada yaxshi ishlatmaganmiz. Keyword table. Sizlar bilan keyword, har bitta savolga keyword table qilib chiqamiz. Type of plant. A type of plant. Savolda type of plant deb beryapti. Textdan nima dedik? Mangroves dedik. Hop. Function as. Function as a natural production. Natural production dedik. Natural protection. Hop. Bu defend dedik. Defend, nimani defend qiladi dedik? C paragrafda. Attempts to restore the mangroves ecosystem of trees and shrubs that help defend coastal areas by trapping. Defend, shu defend degan so'zga to'g'ri keladi. Protection. Yana qaysi? Function is natural coastlines. Coastlines degan so'z bor ekan bu yoqda. Tekstda nima deb berilgan o'sha? Coastal areas. Mana bitta savolda nimasi? Bu hammasi bitta savolga javob bo'ldi. Hop. Ay, buni ishlatmaganman-da men. Bo'ldi, davom etib ketaveraylik. Keyingisi prediction so'zi. Bu yoqda bor. Bu yoqda nima qaysi so'z bilan keldi? Forecasting so'zi bilan berildi. Keyingisi predicting how long so'zi. Bu yoqda qaysi so'zga to'g'ri keldi? 40 years dedik-ku, for around 40 years degan so'zga to'g'ri keldi. Tak, qanaqa qilib bo'lsa bo'ladi yana.
tushunyapsizlar? Mana qaranglar, bu keyword table qanaqa qilib qilishni. Mana men tomoniga men savol deb chiqqan so'zlarni yozyapman. Bu yoqda o'shanga to'g'ri kelgan so'zlarni yozib chiqyapman hozir. Take the stop noticing the effects of climate change. Stop noticing the effects of climate change. Buni ko'chiramiz. Tashlaymiz mana bu yoqqa. Xo'p. In the meantime, caps already has impact stopped all emission. Tomorrow we would continue to see impact of CO already released. Mana mashinaga to'g'ri keladi asosan. Shu yerga to'g'ri keladi. Continue. Qo'shib davom etamiz. Hop. Yana. Yoki masalan global warming continue for. Mana mashinaga ham to'g'ri keladi. Yana o'zi yaxshirog'i shu ekan. Hop, King's reference to the fact that the solution is particularly cost effective. Particularly cost effective. Qaysi? Bu D paragrafda cheap degan so'zga to'g'ri keladi. Qani cheap? Mana much cheaper. Solution degan so'zchi. Solution endi bu o'sha nima narsani qo'llash degan ma'noda, o'sha yerlarni, nima deydi? Floatable qilishi, mana kana buoyant qilishi uylarni. Qalqib turadigan, suzib yuradigan qilishi. Hop, King's Utquity mention technology. Technology so'zini olamiz. Mana referencing tushunish uchun technology deymiz. Hop, bu yoqda o'sha technology nima deb berildi F paragrafda. Bu o'sha nima narsa deb berildi? Cool payment system degan narsa berildi. Mana. Okay. Hop, technology used to locate areas most in need of intervention. Locate areas degan so'z. Bu yoqda mapping deb berildi. Nima deb berildi? Temperature. Design to help. Mana mapping tool program identified. Mana mapping tool mana mashina o'zi yana qaysi o'sha identify degan so'zlar. Identify streets with low tree canopy. Mana mashina shu to'g'ri keladi. Yana bu yoqda installation of. Hop, buni qayerdan oldik buni? Pumpsda. Installation of pump. Come on. Mana setup. Xullas, mana mashina qilib ketaveramiz, guys. Mana mashinasi bizga nima deyilar ekan? Bu keyword table. Buni listening da ham, reading da ham qilsanglar bo'ladi. Keyword table. Mashinasi to'g'ri, misol uchun kimdir uchun aytish mumkin, teacher bu vaqti misol uchun vaqti ko'p olar ekan-ku deyishlaring mumkin. Lekin mashina qilaversanglar, o'zi ana ko'zinglar yoki bo'lmasa reading qilayotgan paytinglar qanaqadir o'zi ana link qilaverasizlar-da. Ha, mana bu so'zga to'g'ri kelyapti, bunisiga to'g'ri kelyapti deb turib, o'zi topishlaring juda ham osonlashib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Listening da ham, reading da ham juda ham osonlashib qoladi. Bu narsani qilishda men sizlarga juda ham maslahat beraman. Mashinasini har doim mana nima deydi? 100% ishlasanglar ham mashinasini har doim qilinglar. Sizlarning readinginglarga, listeninglarga juda ham yordam beradi. Ayniqsa listeningda passive'ga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, bugungi darsimiz tugabdi, guys. See you next time. Goodbye.